Nega buncha tushkunsan? Odam alayhissalom kabi 200 yil tavba qildingmi? Ibrohim alayhissalom kabi olovga tashlandingmi? Zakariya alayhissalomdek arra bilan kesildingmi? Yusuf alayhissalomdek quduqqa tashlandingmi? Muhammad sallallohu alayhi va sallamdek Toifga tashlandingmi? Namoz o'qiyotganingda boshingga ishkamba to'kildimi? Tishing sindimi? Yuzingga tupurildimi? Hijratga majbur qoldingmi? Sevganlaringdan ayrildingmi? Nega tushkunsan? Hazrati Hamza roziyallohu anhu kabi qulog'ing va burning kesildimi? Mus'ab ibn Umayrdek qo'llaring kesildimi? Ja'far ibn Abu Talib kabi o'q, kamon va qilichdan jarohat oldingmi? Ammor, Sumayya, Yosir roziyallohu anhum kabi iskanja va qiynoqlarga duch keldingmi? Bilol roziyallohu anhu kabi otashdek qumlarga yotqizilib, ustingdan toshlar qo'yildimi? Nega tushkunsan? Yunus alayhissalom kabi dengizga otildingmi? Ayub alayhissalom kabi jismingga yaralar toshib ketdimi? Nega buncha g'amginsan? Qayg'urmoqchi bo'lsang, namozni qazo qilganing uchun, tahajjudga tura olmayotganing uchun, birovga ozor berganing uchun, dushanba, payshanba ro'zalarini tutolmayotganing uchun qayg'urgin. G'amgin bo'lsang, bugun Alloh uchun hech narsa qilmaganing uchun, Alloh va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni mamnun qila olmaganing uchun g'amgin bo'l. Qayg'ursang, bir faqirga yordam bera olmaganing uchun, bir yetimning qo'lidan tutolmaganing uchun qayg'ur. G'amgin bo'lsang, dunyoda bir-birda non topolmayotgan, kasalliklar bilan kurashayotgan insonlar uchun g'am chek. Qayg'ursang, Qur'oni Karimni o'qib, uni hayotingga tatbiq qila olmayotganing uchun qayg'ur. G'am cheksang, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni joningdan, molingdan, yaqinlaring, tug'ishganlaringdan ortiq sevolmaganing uchun g'am chek. Qayg'ursang, haqiqiy ma'nodagi banda Nabiy sallallohu alayhi va sallamga chin ummat bo'la olmayotganing uchun qayg'ur. G'am cheksang, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shafaatlariga noil bo'la olmasligingdan qo'rqib g'am chek. Balki bo'ldi, bas dersan. Balki o'zingni yo'qotib qo'ygandirsan. Balki yig'layotgandirsan. Balki bu musibatlarning so'ngida nimaga erishganingni-yu, nimadan quruq qolganingni o'ylayotgandirsan. Quloq tut. Quloq tut. Robbing senga gapiryapti. Sabr qilguvchilarga, musibatlarga toqat bilan ko'ksini tutganlarga hisobsiz ajr va mukofotlar beriladi. Balki shuncha insonning orasidan nega aynan sen tanlanganingni so'rarsan. Holbuki Robbing tanlaganlar qiymatlidir. Hayot imtihon emasmi? Har bir muammo abadiy hayotingdan joy olgan bir g'isht. Nafas olib chiqarganing har bir lahza bir muammoga homilador. Ular bo'lmaganida oxirat diyorida senga oid hech narsa bo'lmasdi. Aslida bo'lmasa qayg'urgin aslida. Dardlisanki u seni sevadi. Sevganing nima deydi? Alloh azza va jalla xayr istagan bandasini dard bilan imtihon qiladi. Unutma, Robbing hech kimga toqatidan tashqari yuk yuklamaydi. Balki yuraging og'riyotgandir, balki jisming, balki ruhing azoblanayotgandir,
balki yo'qsillikda qiynalayotgandirsan. Balki boshqa ming bir turli muammolar. Har qanday ahvolda bo'lsang-da, tilingga bu duo yarashadi. Yo Robbim, seni rozi qilmaydigan qanday ishlarni qilgan bo'lsam, meni mag'firat qil. O'zingdan boshqa iloh yo'qdir. Sen barcha nuqsonlardan poksan. Shubhasiz, men nafsimga zulm qilganlardan bo'ldim. O'zing kechir meni. Dard bergan ham o'zingsan. Darmonim ham o'zingsan.